Aziz aka, nima mashinaga o'tirib oldingiz? Biloljon, bunga endi necha pul kirib ketgan? Aziz aka, sporlashmasanglarchi, aka, bu mashinaga necha pul kirib ketganini men sizlarga aytaman. Naqd 25 mingdan oshiq pul kirib ketgan, aka. Aziz aka, men sizga bitta qiziq ma'lumotni aytaman. M8 Competition Cabriolet mashinamizda o'zi zavoddan usiliniy bo'ladi karkaslari, lekin yana bitta qiziq informatsiyani aytaman. Zavoddan 640 ta ot kuchi bilan chiqadi, 625 ta bilan emas. Jamshidboy, bir oy oldin samolyotda dastavka qildirib, salkam 20 ming pul ishlatgan ekansiz. Nimaga bu toychoni sotib yuborasiz? Aziz aka, sotish planda yo'q edi o'zi, aka, lekin xudo xolisa Porsche 911 turbo hisob kelmoqchiman, aka. Endi avtomobilimiz haqida ma'lumot beraman sizlarga. Motordan boshlaymiz, competition bo'lgani uchun. Kapoti to'liq karbondan ishlangan, o'sha legendarniy 4 litrli twin turbo dvigateldan jihozlangan, 640 ta ot kuchiga ega, 625 ta emas, 0 dan 100 km/soatga 3.2 sekundda chiqadi. Mashinamiz 2025-yil 6-oyda ishlab chiqarilgan. Bor yo'g'i 3465 km masofa bosib o'tgan. Biloljon, mashinani diskasini aytmadingiz. Diskamizni Do'q komponentli, Kovinli, karbonoviy rahana bilan forjet kollaboratsiya qilib ishlab chiqarilgan, naqd 10 ming dollar turadi. Hurmatli obunachilar, mashinani ko'rdinglar, eng full komplektatsiyada. Bunaqasini hozirgi paytda shaharda topish juda ham qiyin. Aziz aka, gapingizni bo'ldim. Olgan odamga zavodskoy rodnoy kraskali kapoti va diska baloni yangi turibdi, Michelin balonlarni komplekt qo'shib berib yuboramiz. Ofitsialniy dilerda 260 mingga sotishgan, lekin sotuvda yo'q. Jamshid aka, nech pulga sotamiz? Aka, 30 ming dollarlik tuningi bilan naqd 222 ming AQSh dollar narx qo'yamiz va sunnatiga yana o'tib ham beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga qiziq bo'lsa, Biloljon Motors, arzon inomarka hamda Benefit Motorsga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizdan kuzatishni davom etinglar. Salomat bo'linglar. Amin, qolamiz. Sog' bo'linglar.